Aynan Uralsk aviakompaniyasida uchadigan akalarimiz diqqatiga bir ma'lumotni yetkazib qo'ymoqchiman. 3-4 kun avval bizga bilet olgan insonlar yozgan edi. Hayot bizdan oshiqcha pul olyapti, 3000, 3,5 rublgacha olyapti. Nima sababdan degan savolni bergan edi. Birinchi o'chirda yukingiz agarda oshiqcha bo'lsa, rushnoyingiz mana shu joyga kelib bepul taroziga tortib olinglar. Lishni rasxod qilmaslik uchun, chunki har bitta o'tadigan akalarimiz mana shu holatda ko'ryapsizlar. Rushnoyini shu savatchaga soladi. Agar sig'masa, rasxodingiz bor. Majburiy va ixtiyoriy to'latadi. Ikkinchisi, dafalnikning uslubi, bu uslubga misol ruschani bilmasangiz, yeb qolishingiz mumkin. Sizga pulli joy taklif qiladi. Da deb qo'ysangiz, sizga qog'oz beradi, to'lab kel degan holat bo'ladi. Agarda siz согласник bo'lmasangiz, bular majburiy emas sizga o'tkazish uchun. Мне нужно бесплатный место desangiz bo'ldi. O'zimni joyimni bepul joyimni ber desalar ham hech narsa demaydi. Shu holatda esda tutinglar va Uralskida uchadigan akalarimizga yetkazib qo'ymoqchiman. Eng tinchi o'zi aslida havo yo'llari, ko'p turganlarda havo yo'llari Domodedov aeroportda bor. Reyslari ertalab soat 7 da va kechki paytki 19:00 da 32:08 aynan Toshkentga bor yoki Qonaqshartga olishingiz mumkin. Yoki S7 Urganchga biletlar bor. Ya'ni demoqchi bo'lganim, Uralskida lishni rasxod qilgandan ko'ra havo yo'llari yo Qonaqshartga bilet olib ketsanglar bo'laveradi. Xullas mana shu holat akalar.